talaba yoki bitiruvchimisiz? Karyerangizni o'z sohangiz bo'yicha yirik kompaniyalarda boshlashni xohlaysizmi? Ish izlab, eshikma-eshik yurish, vakansiya shart va talablari haqida ma'lumot olish uchun ortiqcha vaqt sarflashingizga hojat yo'q. O'nlab xalqaro kompaniyalar, yuzlab talabalar va minglab imkoniyatlar. Hammasi bitta joy. Shu yer Quit Job Fair'da. Toshkent kimyo xalqaro universitetida an'anaviy bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi Quit Job Fair 2026 bo'lib o'tdi. Talabalar va ish beruvchilarni birlashtirgan ko'rgazmada BYD Uzbekistan Factory, Uzbekistan Airways, ADM Jizzax, Artel Electronics, Pepsi Uzbekistan, UzAuto Motors, Ipak yo'li Bank, Hyundai Elevator kabi yirik kompaniyalar ishtirok etdi. Ularning vakillari talabalar bilan bevosita muloqot qilib, ochiq vakansiyalar, amaliyot dasturlari va karyera boshlash imkoniyatlari haqida ma'lumot berdi. Biz bir nechta xodimlar kelganmiz. Hammamiz qiziqib savol berayotgan yoshlarimizga flyer bukletlarimizni taqdim etyapmiz va tushuntirib boryapmiz. Qanday qilib, qaysi saytga kirish kerak, qaysi bo'lim orqali ular vakansiya topishishlari mumkin. Hattoki faqat qizlar desam, yigitlarimiz ham faol ekan, juda xursand bo'ldim. Yigitlar ham so'rashyapti, bort kuzatuvchilik birinchi navbatda, lekin men xursand bo'lganim aynan muhandis, moliyachi, buxgalter, iqtisodchilarimiz ham juda ko'p murojaat qilishyapti. Bir 56 xil kompaniyalarda o'zlarini ish o'rinlari bilan tanishtirishmoqda. Talabalarni bo'sh vaqtlarini ish o'rni bilan to'ldirish, ularni qiziqtirgan savollariga javob olishlariga yordam berishmoqda. Qiziqish bildirgan talabalar soni juda ham ko'p. Men kutmagan edim, to'g'risi. Rezyumelarim ham yetmay qoldi, chiqargan kartochkalar ham. Ko'plab talabalar aynan shu yerning o'zida rezyumelarini topshirdi. Ayrimlari esa ish beruvchilar bilan dastlabki suhbatlardan ham o'tishga muvaffaq bo'ldi. 2-3 ta kompaniyalarga, vakansiyalarga o'tklik qoldirdim. Bular UzAuto Motors kompaniyasi, bundan tashqari Koreya logistika kompaniyasi bor ekan. Foydasi juda ham katta. Yoshimiz, ish kerak hammaga. Yarmarkada qatnashgan talabalar o'zini qiziqtirgan kompaniyalarga vakansiya blankasini to'ldirib topshirishdi. Bu yerdagi ma'lumotlar asosida nomzodlar saralanib, suhbat bosqichiga chaqirilish imkoniga ega bo'lishadi. Yo'nalishim bo'yicha yaxshi ishlar, yaxshi nimalar chiqishi va shu institutda o'qiganim foydasi berishiga ishonaman. Yarmarka faqat ish o'rinlari bilan cheklanib qolmadi. Kun davomida universitetning qabul komissiyasi, xalqaro bo'lim va Koreya ta'lim markazi vakillari talabalarga grantlar, xalqaro almashinuv dasturlari va qo'shimcha imkoniyatlar haqida maslahatlar berdi. Magistraturaga qabul boshlangan ekan. Biz hozir bu yerda o'zimiz uchun, ya'ni bitiruvchilar bo'lganimiz uchun bu yerda magistratura uchun o'zimizga yo'nalish qidirmoqmiz. Hozir bizlarga ma'lumot berishyapti. O'sha bo'yicha xudo xolsa topshirish niyatimiz bor. Xitoydan ventilyatsiya sistemalarni, isitish, sovutishlarni, konditsionerlarni eksport qilamiz. Bizda malaka oshirish bor. Xitoyga borib malaka oshirib kelsa bo'ladi. Alohida universitetga grant ajratishgan. Talablar faqat shu Xitoy tilini bilishi kerak. Kompaniyamiz Xitoyda joylashgan. Ariza topshirsa, talabalar almashinuvi ham bo'ladi. Yo'lga borib malaka oshirib kelsangiz ham, o'tda ishga olib qolishadi o'zingizda. Yarmarkada ko'rsatilgan ijodiy ishlar ko'rgazmasi, liboslar dizayni namunalari, yuz diagnostikasi va kosmetologik muolajalar bo'yicha amaliy mashg'ulotlar mehmonlarda katta qiziqish uyg'otdi. Bu ko'rgazmada men o'zimni ikkita kolleksiyam bilan namoyish etyapman. Birinchi maqsad albatta to, что ko'proq odamlar bizning universitetimizda fashion направление borligini bilish uchun. Ko'pchiliklar именно государственныйlarni bilishadi-da. Tekstilniy, Kamoliddin va Singapurskiy shunaqalarni. Bular hayron qolishadi, to, что kimyoda ham bor. Biz, например, birinchi kursdan уже kolleksiya namoyishini boshlaymiz-da. Tikishni, bichishni hamma narsani o'rgatishadi, lekin bizda yana ko'proq tvorчествоga qarashadi. Bizani juda ham silniy syllabus programmamiz bor deb aytsam bo'ladi, chunki ustozlar bizlarni har taraflama поддержка qilib, kolleksiyalarni realizovat qilib, yaratib, shuni ideya, zamyslisiga qarashadi-da. Ko'proq и уже 2-chi, 3-chi, 4-chi kurslarda har bir semestr biz kolleksiya chiqaramiz-da. Bundan tashqari kasbiy charchashni yengish mavzusida seminar o'tkazilib, unda yosh mutaxassislar ish faoliyatining ilk bosqichida duch kelishi mumkin bo'lgan psixologik muammolar va ularni yengish usullari haqida ma'lumot oldi. A-blokdagi 109-xonada esa axborot tizimlari muhandisligi yo'nalishi talabalari o'zlarining innovatsion loyihalarini taqdim etdi. Loyihalar orasida raqamli texnologiyalar va zamonaviy IT yechimlariga oid ishlanmalar ham namoyish qilindi.